Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugun obzorimizda shikarniy kvartira narxi juda ham arzon, tezda o'ldirib qolamiz. Kvartiramiz skvoznoy planirovkada, Yugoslavskiy proyekt, 4-qavatda 5 qavatlik domda. Obzorda kirish qismidan boshlaymiz. Mana bu bizning kirish qismimiz, juda ham fayzli, juda ham remontlari akkuratli kvartira ekan. Va mana shunaqa koridorimiz. To'g'rida kladovka uchun bunday ajratib qo'yibdilar. Mana shunday. Kvartiramiz 3 xonali, 4 xonali qilingan. O'ng tomonda bizlarda bitta yotoqxona, mana shunday. Hamma narsalar qoladi, faqat shaxsiy narsalar olib chiqiladi. Balandligi ham baland ekan Yugoslavskiy proyektlarda. Juda ham chiroyli, juda ham akkuratli. Keyingi xonamiz bu yotoqxona bo'lyapti. Yana bitta va bunisi abo'yda ekan. Derazalar almashgan, pardalar bor. Keyingi xonamiz mehmonxona bo'ladi. Mana shu mehmonxonamiz. Va Yugoslavskiy proyektda 6 metrlik balkon bo'ladi. Yarmi mehmonxonada turibdi. Mana shunday. Ko'rpachalar taxlangan. Juda ham akkuratni, juda ham toza kvartira ekan. Va keyingi xonamiz oshxona bo'ladi. Oshxonadan oldin bitta yuvinish xonasini ko'ramiz. Bu yuvinish xonasi barcha sharoitlar bor. Kir yuvish mashina, disson, tasmovanik, vanna, issiq suv uchun aristonlar, barcha sharoit bor. To'liq kafeda. Va oshxonamiz. Eski oshxonaning joyi bitta umumiy xona deb hisoblasak ham dars qiladigan joy, o'tirib ovqatlanadigan joy, dam oladigan joy va xolodilnik ham shu yerda turibdi. Va balkonimizda yarmiga oshxona. Mana shunday asoda yuvish rakvina, gaz plita qaraydi qanaqa toza chiroyli turibdi. Va bu tarafda ham mebel garnitur bor va o'rtada o'tirib ovqatlanadigan joy ham bor. Aziz do'stlar, bugungi kvartiramiz juda ham chiroyli ekan. Narxi ham shokolad ipotekaga to'g'ri keladi. Ipotekaga olsangiz ham bo'ladi. Aziz do'stlar, bugungi kvartiramizga 43500 so'ralyapti. Ozroq savdosi bor ekan. Kimga qiziq bo'lsa, agar zudlik bilan telefon qilamiz, baraka qilamiz. Juda ham shokolad narxda Samarqand shahrida. Albatta telefon qiling.